Assalomu alaykum, hurmatli fermer xo'jaligi rahbarlari. Sizlar bilan Farg'ona Vodiy agroklinika MChJ rahbari Akmaljon Ma'qulovman. Sizlarga shoshilinch xabarnoma bilan murojaat qilyapman. Bu ham ogohlantirish deb qabul qilasizlar. Ana bugun respublikamizga issiq havo oqimi kirib kelishni boshladi. Bir hafta davomida havo harorati 40 darajadan yuqori bo'lishi kutilyapti. Ayrim hududlarda, cho'l hududlarida 45 darajagacha issiqlik kutilyapti. Balki bundan ortib ketishi ehtimoli ham yo'q emas. Xo'sh, bu nima degani? Bu degani paxta maydonlarimizda barchasi yoppa suvga kelish ehtimoli paydo bo'ladi. Suvga kelish arafasida turgan, suvga kelgan maydonlarimizda chanqab qolish xavfi paydo bo'ladi. Endi issiqni keyingi bizga ko'rsatadigan ta'siridan eng yomonlaridan bittasi yana bu issiqda o'rgimchak kana juda tez rivojlanadi va juda tez tarqaladi. Shu kunlarda g'alla o'rilgan maydonlardan paxta maydonlariga kirib kelgan shira va o'rgimchak kana zarar kurandalari, aynan o'rgimchak kana 40 darajadan yuqori issiq haroratda har 7-8 kunda bitta avlod berishini hisobga olsak, juda tez ellab ketish ehtimoli paydo bo'ladi. Bu issiqda o'simliklar deyarli stress holatiga tushadi. Barcha maydonlarda o'simliklar stress holatiga tushadi. Sababi yashash uchun kurash jarayoni paydo bo'ladi. Yashash uchun kurash jarayoni nima degani? G'o'za ham tirik o'simlik. Bu ham 40 darajadan yuqori issiq harorat kelganda o'zini hayotini, o'zini umrini yashash uchun ortiqcha hosil elementlardan qutulishga, tashlashga harakat qiladi. Xo'p, 40, 42, 43 daraja issiqlik harorati kirib keladigan bo'lsa, tushunaylikki, paxtalarda hosil elementlarini tabiiy ravishda to'kib yuborish ehtimoli paydo bo'lyapti. Tez suvga, yoppa suvga kelish ehtimoli paydo bo'lyapti. Juda ko'p maydonlar teng suvga kelgan paytda suv tanqisligi yuzaga kelishi ko'rinib turibdi. Shu kunda suvga kelib turgan maydonlarimizda bu haroratda o'ta kuchli stress holati rivojlanadi va hosil tashlash imkoniyati ko'payib boradi. Shuning uchun nima qilish kerak degan savol paydo bo'ladi endi. Nima qilish kerak? Birinchi, suvga kelib turgan maydonlarimizni zudlik bilan sug'orishimiz talab qilinadi. Agar bu issiq haroratda vaqtida suvni olmasak, paxtani o'suv nuqtasi qatadi, rivojlanishdan to'xtaydi, ortiqcha hosil elementlarini yerga tashlashni boshlaydi. Bu degani o'z-o'zidan paxta hosildorligi kamayib boradi. Shu bilan birgalikda eslaringda qolsin, suvga kelib turgan, chanqash arafasida turgan maydonlarda o'rgimchak kana eng birinchi navbatda bosadi va bu maydonlarda juda tez rivojlanadi. Shuning uchun hozir barcha maydonlarimizni kunlik nazoratini o'tkazamiz hamda o'zimiz agrotexnik tadbirlarni belgilaymiz. Buning uchun anomal issiqdan paxtamizdagi hosil elementlarini saqlab turish uchun suvga kelib qolgan, sug'orish imkoniyati yo'q maydonlarda g'o'za o'simligini stress holatiga tushirib qo'ymaslik uchun, bu stress holati deyarli barcha maydonlarda bo'ladi, suvga kelgan maydonlarda kuchliroq bo'ladi. Qolgan maydonlarda ham shu stress holatiga g'o'zani tushirib qo'ymaslik uchun barcha maydonlarga shu kunda tarkibi universal, ya'ni murakkab tarkibli, ishonchli, tarkibi organik kislotalardan tarkib topgan yoki tarkibida og'ir metallar bo'lgan universal suspenziyalardan ishonchli, tajribadan o'tgan, aldanib qolmasdan kuchli suspenziyalar bilan bir qator ishlov o'tkazishimiz talab qilinadi. Barcha maydonlarga taalluqli bu. Barcha maydonlarda zudlik bilan barg orqali suspenziya beramiz. Natijada nima bo'ladi? Natijada bir marta barg orqali ham suv ichadi, ham o'ziga kerakli bo'lgan o'sha murakkab elementlarni barg orqali oladida,
olib, shu kutilayotgan issiq haroratdan o'zini o'zi himoya qilish uchun o'ziga kerakli energiyani o'zida paydo qila oladi. Fotosintez natijasida o'zini himoyasiga o'zi tayyorlanadi va natijada hosil tashlash jarayoni to'xtaydi. Misol, hosil tashlash 20-30% ga kutilayotgan bo'lsa, 5-7% gacha kamayadi yoki umuman tashlamasligi ham mumkin. Shuning uchun barchalaringga maslahat shu: zudlik bilan barcha maydonlarda suspenziya sepishni boshlanglar. O'rgimchikkani nazoratini qattiq nazoratga olinglar. Biz sizlarga har yili ishlatib kelingan shu stress holatidan chiqarib beruvchi hosil 33 va fosfovodar suspenziyamizni taklif qilamiz. Buni ko'p ishlatganlar biladi. 1 gektar maydonga shu kunda 2 litr hosil 33, 1 litr fosfovodar me'yori bilan sepamiz. Paxtani kuchli barg orqali oziqlantiramiz. Kelayotgan stressli issiq, anomal issiqdan paxtamizni hosil tashlashdan asrab qolamiz. Bu ishlovni 1 gektarga bo'lgan narxi 64 ming so'm bo'ladi, arzon. Bu degani 50 gektar maydonda bu ishlovni o'tkazadigan bo'lsak 3 million, 3,5 million atrofida qimmat emas. Zudlik bilan ishlovni boshlashimiz kerak. Xo'p, telefon raqamlarimizni eslatamiz. 91lik kodi bilan 446 06 65, 90lik kodi bilan 407 21 56, 94lik kodi bilan 302 32 36. Barchaga bugundan harakat qilishni tavsiya qilaman. Bugundan boshlaylik. 3 kun, 4 kun deganda kech qolmaylik. Paxtani hosilini saqlab qolaylik. O'rtoq fermer xo'jaliklari, harakatni boshlaymiz. Barchalaringga omad, xirmonlaringga baraka.